Assalomu alaykum, hurmatli Instagram kuzatuvchilarimiz. Bugungi mashinamiz Cobalt mashinasi bo'ladi. Hop, bunga qilgan ishimiz qulflagan ayni ko'taring relesini noto'g'ri ulashgan ekan, uni olib tashladik. 10 minutda input chiqqan hisobiga ayni ko'tarib ekan ekan. Hop, kliyentimiz olib qo'yavering, olib tashladik uni. Undan keyingi ishimiz Xudo xolasa switchlarni ko'ramiz. Keyin switch qiltirayotgan ekan. Switchlarni ko'ramiz, keyin uchilarini ko'ramiz. Keyin kanal dachiklarini yercha tozalab, Xudo xolasa chiroy qilib qo'yamiz. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa kelar. Ekranga telefon bilan yozib qo'yamiz. Telefon qilib murojaat qilib kelaverasizlar kelar. Mana akalar, hozirgi switch qo'ygan Cobaltimizni brosni zaslonкасini yechib oldik. Qorayib ketgan ekan. Bizga olib kelishgan sal o'ynayapti o'zi, speedometr nimasi. Taxometrimiz. Endi mana yechib olganimizni ko'rsalaman, qorayib ketgan. Nash turishda yuvamiz, xudo xolasa hech qanday yechmaymiz. Shu turishda yuvib tozalab, bitta kart ishlatamiz. Iloji boricha lapkasiga tegmasdan shu holatda yuvib qo'yamiz, adaptatsiya qilinmaydi. Xudo xolasa natijasini videoda oxiriga qo'yamiz, kuzatib boringlar akalar. Mana akalar, zaslonкamizni ham tozalab oldik, xudo xolasa. Ishlar yaxshi tanlab olib ketdi. Ko'z olyapti. Shuning uchun salqin chiqolyapti videoga. Xudo xolasa chiroyli qilib tozalab oldik. Lapkalarga hech qanday qo'limizda yeganimiz ham yo'q. O'sha kartda o'zida. Kartda yaxshi chaqib napori kuchli bo'ladi. O'zi tozalab oldik, xudo xolasa kirib qolmadi. Endi qo'yib ko'ramiz, natijasini xudo xolasa biz bilan birga kuzatib boramiz. Kuzatib boringlar akalar, xudo xolasa qo'yib chiroyli qilib obzor beramiz oxirida.